Kimlar bilan yashaysizlar bu yerda? Oyijoning, adang qayerdalar? Tashlab ketganmi? Tabriklasak bo'ladi. Xudo xolasa mana shu uyni biz kichkintoylarimiz uchun oldik. Ya'ni Olmaliqdagi 3-loyihamiz Lobarxon xizmat o'sha betonda yashayotgan oilaga mana shu xonadonni xarid qildik. Keling, mana bitta ko'rsatib o'tay. Koridor, bu yerda hozir biz mehmonxonadan chiqdik. Bu yerda spalni, bu yerda balkon aralash, bu yerda xudo xolasa kuxnya. Bu yerda endi hojatxona, hammom va eng muhimi, kim bizani videomizni ko'rib, kartalarni yozib 1000 so'm jo'natgan bo'lsa ham, ilohim ehsoningiz qabul bo'lsa ham, bilaman o'zingizda muammo bo'lib turib, o'zingizda yo'q bo'lib turib yordam qilayotganlar bor. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Texnika olib kelib berasizlarmi, mebel, pardani tikib berasizlarmi? Har qanaqa holatda bizga qo'shilayotganingiz uchun rahmat va inshaalloh Alloh sizlarni ehsoninglarni qabul qilsin va jannatlar bilan mukofotlasin. Hammaga rahmat. Xudo xolasa biz davom etamiz.